Bismillahirrohmanirrohim. 7-yil 7-so'z. Sukut. 1425-yil. Ishqu muhabbat so'zsiz gapirishdir. Ishqu muhabbatni so'z bilan ta'riflab bo'lmas. Qulog'ingizdan tovushlarni, tilingizdan so'zlarni o'chira olgan kuningiz sizga eshitiladigan yagona tovush ishqu muhabbatning ovozi bo'ladi. Ushbu sirning bayoni so'zsiz ekan. Ishqu muhabbat ifodalashga so'z asqatadigan mavzu emas ekan. Ishqu muhabbat haqida so'zlash gulxanga bir tomchi suv sachratish kabidir. Har bir gulxanning ichida bir qatra tomchi bor. Suv juda kam miqdorda bo'lsa, gulxanni so'ndira olmaydi. Balki undan ham kuchaytirib yuboradi. Ishqu muhabbat yo'lida o'lik bo'lmagan insonning ishqu muhabbat mavzusidagi gap so'zi gulxanga tushgan mana shu bir tomchi suvga o'xshaydi. Gapning mohiyatini tushunmay turib, so'z ochish odamning ishqu muhabbatni chala tushunishi alomatidir. Ishqu muhabbat ahliga sukut lozim. Ko'ngil so'zlashi tilning so'zlashidan afzaldir bu bosqichda. Sukut chuqur holatdir. Sukut tushuntira olmaslik degani emas. Tushuntirishga kuchi yetmaganidan, so'z topa olmay qolganidan jim bo'lib qolish emas bu. Bu kerak payti ko'p gapirib olish uchun tovushlarni saqlab turish deganidir. Sukut degani jim bo'lish degani emas ekan. Sukut saqlash harflar, so'zlar, iboralar. Ana boringki, dunyodagi bor so'zlar ham yetkazib bera olmaydigan ma'noni tushuntirishga urinish holatini nomi ekan. Sukut qilmasangiz, bu olamga taralgan ilohiy tarannumning ovozi sizga eshitilmaydi-da. Lablaringiz kishan, so'zlaringiz sirga burkalgan qiynoq bo'lib qoladi. Sukut qilmasangiz, quloqlaringiz tagida jaranglayotgan ishqi muhabbat sadosini eshita olmaysiz. Bu sadoni eshitishga gapdorlik bilan erishilmaydi. Sukut qilmaydigan bo'lsangiz, yo'lovchi qolib, yo'l adashib ketadi. So'zlar qolib, til adashib ketadi. Sukut qil ey yo'lovchi. Sukut harflar yetarli bo'lmagan, tovushlar ma'no bera olmagan lahzada boshlanadigan o'zgacha bir holatdir. Til go'ng va saqov. So'z falaj, bulbul esa zabonsiz. Sukutga quloq tuting. So'zlar tovushga aylanadi. Ovozlar esa torlarda ko'z yosh to'kadi. Nega hech qaysi odamning tovushi boshqa odamga o'xshamas ekan-a? Sukut saqlagan chog'i esa hammaning ovozi o'xshash. Ishqu muhabbat barchaning yo'qotgan narsasi bo'lib, Hazrati Odamning barcha nabiralari mana shu tovushni eshitgan zahotiyoq yo'qotgan narsasini topadi. Bir nuqtaga tikilib, bitta suratni ko'rishga o'xshaydi bu. Qalbi kar bo'lganlar, ya'ni ishqu muhabbatdan nasibasi bo'lmaganlar suratga qarab faqat suratni ko'radilar va sukut saqlagan chog'lari g'amga botadilar. Vali zotlar badanning ro'zasi bo'lgani kabi tanadagi har bir a'zoning ham alohida ro'zasi bordir deydilar. Lablarning ro'zasi sukutdir. Hech narsani eshitmasangiz, nimani ham gapirar edingiz. O'zi gapirayotgan narsani o'zi eshitmaydigan odamni kar deydilar. Lekin eshitganini gapira olmaydigan odamni nima deb aytamiz? Lablarning qiymati so'zlash bilan o'lchanmaydi, balki nima deyotganiga qaraladi. Vali zotlar shunday dedilar. Ishqu muhabbatdan so'zla yoki sukut saqla. Odam zotining boshqa mavjudotlardan farqi uning gapira olishi emas, balki o'zi istagan payt sukut saqlay olishidir. O'z ixtiyori bilan sukut saqlay olish. Bu dunyoda hech kim sukut saqlagisi yo'q. Sukut kerak bo'lgan chog' sukut saqlamay gapirilganda esa tuppa-tuzik harflar qotib qoladi. To'g'ri so'z uvol bo'ladi va gapirgan odam qolib so'zlar hajolatdan yonadi. Ortiqcha gapirish lablarni qanday harob aylasa, ko'ngilni ham bekorchi gaplar go'ng qilib qo'yadi. Odamning qalbi go'ng bo'lib qolsa, u qanday qilib ishqu muhabbatning tovushini eshita olsin? Bu o'tkinchi dunyoda sukutni qiymatli deb hisoblaydigan, sukutning qadrini o'lchaydigan o'lchov bormikan? Darvish bilan yo'lga chiqib, bilmayman, necha yil yo'l bosib o'rgangan narsam sukut bo'ldi. Bu darvishdan o'rgangan birinchi narsam va Gulhayoning ishqu muhabbatiga tutilganimdan beri yozib kelayotgan 7-so'zimdir.
tilimga qancha vaqt ro'za tutirdim, o'zim ham sanog'ini bilmayman. Sukut qilib nimalarni o'zim tushunib yetdim va kimlarga nimalarni tushuntirib bera oldim. Bularni aytib o'tirishga ham kuchim yetmaydi. Darvishning bu yo'lga kirganiga necha yil bo'lgan, buni ham bilmayman. O'zim esa bu yo'lga umrimni fido qilishga tayyorman. Ko'nglimda sening rasming osilgani Gulhayo. Jamiki narsani unutsam ham seni unutib bo'lmas. Mumkin bo'lmagan narsalarni mumkin deysanmi endi? Yoki mumkin narsalarni allaqachon mumkin emas qilib bo'lgan eding-ku, men sezmay yurgan edimmi? Toqatim qolmadi. Jim bo'ldim. 8-yil, 8-so'z. Odob. 1426-yil. Ishq va muhabbat odobi haqida kitoblarda yozilmaydi. Bu yo'lga odob bilan kirilmasa, ishq va muhabbatning ko'zlari qon-qon yig'laydi. Oshiqlarga odob lozim bu bosqichda, lekin odob ko'pincha go'zal jins vakillariga yarashadi-da. Avvalgi bosqichda Gulhayo misolida odobni ko'rib chiqdim. Gulhayo biron marta nigohini men tarafga qaratgan ham emas edi. Biron marta chitromonini yerga tushirib yuborgandek bo'lib, sochlarini shamolda hilpiratib ko'rsatmagan edi. Ha, mashhurlar ishq va muhabbat vodiyasida odob bilan yurar ekanlar-da. Mashhurlarning oyog'i tagidagi tuproq odob bilan qadam bosgandagina jilmayar. Tog'lar esa faqat odobi borlargagina yo'l berar ekan. Odob bir atirgulning g'unchasida muallaq osilgan bo'lib, asrlar ilgaridan Kanon nasimi kabi olamlarga xushxabar olib keladi. Bu olam odob poydevoriga asoslanadi. Hazrati Odam barcha narsalarning ismini o'rganayotgan choq odob degan so'zni eshitganida osmon va falakda bir atirgul paydo bo'libdi. Tuproq esa nafasini ichiga yutib bu so'zga mahliyo bo'lib qolibdi va jannatda farishtalar tabassum qilibdilar. Oshiqlar esa farishtalardan odob degan ne'matni meros qilib olibdilar. Demak, odobi bo'lmasa, inson farishtalardan uzoqlashadi. Odob ko'proq go'zal jins vakillariga, ayol zotiga yarashadi. Odob ularning yuziga yarashib turgan chiroyli hol kabi, lablaridagi qip-qizil aqiq rangi, ko'zlaridagi surma kabi ziynat bo'ladi. Odob yuz-ko'zi xunukgina bo'lganlarni ham odamlarning ko'ziga chiroyli qilib ko'rsatib qo'yadi. Ishq va muhabbat eng pinhon tushlarda odob bilan sanaladi. Odam zoti uyqu olamida yashaydi va uning tushlari ham naqqosh zotning huzuriga odob bilan keladi. Har qo'lidan nuqul go'zal narsalar chiqadigan naqqoshning naqshi ham chiroyli bo'ladi-da. Qamish qalamni qo'lida odob bilan tutgan, yoriga ko'zlarida odob bilan tikilgan. Hatto suvni ham odob bilan ishlatadigan oshiqning turgan bitkani odob namunasi bo'lib qoladi va ishq va muhabbatga shaydoyi bo'lib qoladi. Ishq va muhabbat odobdan keyin keladi va agar ishq va muhabbat odob bilan boshlanmaydigan bo'lsa, halol narsalarni ham haromga aylantirib qo'yishi hech gap emas. Ey o'quvchim, Zulayhoni xotirlang. Zulayho hali Yusuf olib kelgan haq din bilan tanishmagan payt, Yusuf bilan bir xonada yolg'iz qolgan choq, nafsiga erk berib, ishq va muhabbatini ham, aql hushini ham nafs izmiga topshirgan payt. O'zi qilishga chog'langan ishlardan hajolat tortib, o'zi e'tiqod qiladigan haykalning ustiga mato tashlab berkitib qo'ygan edi. Husn va tarovatda tengi yo'q Yusuf ham durdek tishlari orasidan mana shu so'zlarni aytgan edi odob haqida. Hoy Zulayho, sen bu ishlaringdan hajolat bo'lib, o'zing e'tiqod qiladigan haykalning yuzini berkitasan-u. Men har bir harakatimdan voqif bo'lgan, barcha qilmishlarimni ko'rib turgan zotdan hayo qilmasligim mumkinmi? Odobni qaysi matoning tagiga yashirayin, u zot ko'rib qolmasin deya. Shunday qilishning iloji bormi? Shunday deb Yusuf nafsini oq ko'ylagi bilan to'sgan edi. Mana shu payt Zulayho Yusufning ko'ylagini yetgan va yerda bo'lgachgina tushunib yetgan edi. Zulayho ko'ylakni emas, aslida odobni parchalagan ekan. Mana shu ishq va muhabbat xastasi bo'lgan Zulayhoni eslang. U ishq va muhabbatga shunday berilib ketgan ediki, qalbiga ishq va muhabbat limmolim to'lib, odobni ham to'sib qo'ygan edi.
va Zulayho Yusufning nafsini qo'zg'ashni niyat qilib qolgan edi. Yusuf esa tush ta'biri masalasida qanday peshqadam bo'lsa, odob masalasida ham xuddi shunday peshqadam edi va harom bo'lgan ishq va muhabbatga bir odim ham yurmagan edi. Zulayho odamning ustidagi pardani yulib otib tashlagan chog' Yusuf ham uning chiroyli chehrasiga ko'zi tushdi. Odob bo'lmasa, Yusuf ham zindondan chiqmas. Zulayho ham visoliga yetishmas edi. "Ah Zulayho, men baribir senga achinaveraman. Har gal ismingni eshitganimda ichim yonadi. Ha, barcha ishlarning sababi ishq va muhabbat. Bundan xabarim bor. Yusufning yetilgan ko'ylagi haqida hamma qayta-qayta gapiradi. Bu qissani oq qog'ozga tushiradi. Shoirlar bu hodisani qofiyaga tushirib she'r yozadi. Shu payt ko'nglingdan nimalar o'tar ekan-a? Yusufning ko'ylagi qanday parchalangan bo'lsa, sening ham yuraging shunday bo'lak-bo'lak bo'lib ketgan bo'lsa kerak. Sening ishq va muhabbat yo'lida parchalanib ketgan ko'nglingchi? Bu haqida so'zlash ham qanchalar og'ir. Odob degani nafsga qilich yalang'ochlash deganidir. Orzu hayollar bilan jang qilib, badanga qarshi urush ochishdir. Sevgan odamiga odob ko'zi bilan qaramagan inson o'zining ko'nglini zindonga otgan bilan teng bo'lib, ishq va muhabbatning badaniga qamchi tushirayotgan bo'ladi. Ishq va muhabbat uyaladigan ish emas. Ishq va muhabbatni oshiqlar uyatga qo'ymasa bo'ldi. Odob Yusufning orqadan yetilgan ko'ylagidir. Bu ishq va muhabbat ilmining 8-so'zidir. Men bu so'zni eng boshda ko'rgan edim-u, lekin uni endigina tushunib yetdim. Boshimni yerga egib bu so'zning ma'nosini tushunishga urindim. Darvish har bir qadamini otar ekan, boshini odob bilan yerga qaratib, oldinda mana shunday ketib borar edi. Savol berish mumkin emas edi va men ham biron marta savol so'raganim yo'q. Ojiz aqlim bilan bu holatga ma'no berishga urindim. Bu olamda odob oyoq ostida qolib ketgan va darvishlar o'sha odobni topib olish uchun boshlarini yerga egib yursalar kerak. Odob jannatdan meros qolgan bo'lib, unga arshda bo'lish yarashadi. Darvish qaysi shaharga borsa ham ortidan ergashib boraverdim. Bir og'iz ham gaplashmay birga ketaverdik. Darvish qaysi karvonsaroyda to'xtasa, men ham uning ortidan kirib kelaverdim. Darvish men bilan bir og'iz ham gaplashmasa-da, doim odamlarga dars berib kelar edi. Biz borgan shaharlarda Darvish odamlarning savollariga javob berar. Men esa mana shu javoblardan o'zimcha ma'nolar chiqarib olar va xuddi bu gaplar o'zimga qarata aytilgandek qabul qilar edim. Bu sukut yana necha yil davom etishi mumkin, buni bilmayman. Darvish yo'lda o'tirib soatlab ko'zimga tikilib qolar edi. Bu odam shuncha yo'l yurib hech qiziqmasmikan? Izidan qolmay ergashib kelayotgan bu g'arib odam o'zi kim deb. Yoki shunday ham kim ekanimni biladi-da, qiziqishga zarurat yo'qmi? Darvish menga odobni o'rgatish uchun avval sukutni o'rgatdi. Odob menga ko'p yillar avval o'zim kasallik tuprog'iga ko'mib kelgan bir gul niholini eslatar. Har gal uni eslagan chog'im ko'nglimga tikanlar sanchilib, o'ng qo'limning bosh barmog'i zirqiray boshlar edi. Ha, odob ko'proq go'zal jins vakillariga yarashadi. Odobdan uzoq bo'lgan ma'shuq har holda ishq va muhabbatni ham halok etsa kerak. Odob bo'lmasa, ishq va muhabbat yo'lidan ketib bo'lmaydi. Odob